Qiz bolalarda oq ajralmalar kelishi xavflimi? Oq ajralmalar kelishi qachonki balog'at yoshidan 1 yil, 1,5 yil oldin kelsa, bu xavfli emas. Agarda kichik yoshdagi qizlarda hamda 10-11 yoshgacha bo'lgan qizlarda kelishi xavfli hisoblanadi. Belgilari ajralmalarni rangi o'zgarish bo'lishi, hidida o'zgarish bo'lishi va ichki kiyimda dog' qoldirsagina bu xavfli. Bu yallig'lanishdan dalolat beradi. Nima uchun qiz bolaning tomog'ini davolash ginekologiya uchun muhim? Juda ham chiroyli savol. Ko'pincha tomoq og'rig'i bo'ladigan qizlarda jinsiy a'zolar sohasida shamollash, yallig'lanish ko'p uchrab turadi. Sababi tomog'dagi shamollashlar qon orqali tuxumdonlarga ta'sir qiladi va bu yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Qiz bolalar uchun eng xavfsiz ichki kiyim qanday bo'lishi kerak? 100% paxtali matodan tayyorlangan bo'lishi kerak. Agarda sintetikadan foydalanganda bu pastki jinsiy a'zolar sohasida parnik effektini yaratadi va bu bakteriyalar hamda zamburug'larni ko'payishi uchun imkoniyat yaratib beradi. Sport bilan shug'ullanish hayz sikliga ta'sir qiladimi? Har doim ham ta'sir qilmaydi, lekin agarda kuchli gimnastikalar, og'ir atletika bilan shug'ullanganda ta'sir qilishi mumkin va bu kamqonlik, ya'ni hayzni kam kelishi, amenoreyagacha olib kelishi mumkin.